ko'ringlar yangi mavzuni. Atom tuzilishining modellari. Atom tuzilishining modellari. Atomning Thomson modeli. Atomning Thomson modeli. Atomning Thomson modeli. Rutherford tajribasi. Rutherford tajribasi. Atomning planetar modeli. Rutherford tajribasi, atomning planetar modeli. Atomning planetar modeli. Birinchi bo'lib o'sha atomning tabiati borligini kim aytgan? Bundan 2,5 ming yil oldin Yunon faylasufi Demokrit aytganda, atom bu eng kichik bo'linmas zarra degan. Atomos degan so'z yunonchadan olib tarjimasi bo'linmas zarra bo'ladi. Lekin atomning tuzilishi, atomning ichidagi strukturaga ega ekanligini 20-asrning boshida, o'sha 20-asrning boshida, ya'ni fanda elektron borni topgandan keyin, Thomson elektron topgandan keyin, elektron mavjud ekanligini topgandan keyin jadallik bilan rivojlanib ketdi. Mana aytganda 1897-yilda Thomson elektron borligini kashf qilgan. O'sha katod nur lampasida, Crookes lampasi bor, katod nur lampasida elektronlar, ya'ni katod nurlanishi degan avval katodning luchi deydilar, katod nuri degan. Keyinchalik katod nurini elektron ekanligini aniqlagan va elektronlarning o'sha tashqi magnit maydonda og'ishi bilib, tashqi magnit maydonda zararlangan zarra og'isa unga Lorentz kuchi ta'sir qiladi. O'sha tashqi magnit maydonda og'ishini topib, u elektronning solishtirma zaradini birinchi bo'lib topgan va ko'plab atom, vodorod-simon atomlarning, ionlarning solishtirma, ya'ni zaryadining massasiga nisbatini o'sha tajribalarda magnit maydonda og'ishi natijasida o'rganilgan. Demak, kamroq o'zaylikda asos joyini. 1897-yilda kam joyning asos joyini o'zaylik. 1897-yilda J. Thomson tomonidan elektron kashf qilindi. Elektron kashf qilindi. 1901-yilda esa 1901-yilda esa Thomson o'zining birinchi atom modelini taklif qildi. Thomson o'zining birinchi atom modelini taklif qildi. Bu modeli qanday bo'ladi? Modelini nima deydilar? Mayizli bulochka deydilar. Yoki mayizli keks deydilar o'sha. Bulochka mayiz degan bo'lsangiz, bulochkaning ichidagi mayizlar bu elektronlar deydi. O'zi sfera shaklidagi atom va uning ichida elektronlar xuddi bulochkadagi mayizlarga o'xshab teng taqsimlangan. Mana bu hammasi bu elektron. Va bu elektronlar bunday sistemaning ichida o'zining muvozanat holatda tebranib turadi. Ana shu tebranish natijasida o'zidan elektromagnit nurlari chiqadi va o'sha chiqayotgan elektromagnit nurlanish bevosita biz o'sha ko'zimiz bilan ko'radigan diapazonga yaqin nurlanishga yaqin bo'ladi, to'lqin uzunligi. Bu birinchi aytgan Thomsonning atom to'g'risidagi birinchi modeli, elektron topgandan keyin.
Thomson modelida hozirgi kunda atomning o'lchami, o'sha Thomson aytgan model bo'yicha atomning o'lchami radiusi va Thomson aytgan atomning modelidagi shakli, sferik shakl, hozirgi kunda ham atomning biz sfera shaklida deb o'qib qaraymiz. Hamda uchinchisi Thomson modelining yani yutuqlaridan bittasi bu o'sha elektronlar o'z muvozanat holida tebranayotgan paytda o'zidan nurlanish chiqarsa, o'shaning to'lqin uzunligi hozirgi kundagi planetar model asosida tushuntirsak, o'shandagi to'lqin uzunlik nurlanish chastotasi bilan deyarli bir xil. Hozir uni ko'rib chiqamiz. Demak, o'sha uning tebranish chastotasi. Elektr kursdan ma'lumki, zaryadlangan sferaning nimasi? Kuchlanganligi nimaga tegadi? K Y taqsim R kub. Mana bu yozsam bo'ladi. Vektor shaklida. Chunki eslaringizda bo'lsa kuch bu Q Y, ya? Ana endi nimani o'zi bu yerdan Y bu R bo'lib Q. Kulon qonuniga. Mana bu kvadrat turadi. Chunki modul Q1 ko'paygan Q2 bo'ladi. Shuning uchun Y ni yozmoqchi bo'lsak, bitta Y bilan bitta mana bu Q ham Y desak, bitta zaryaddan bitta zaryad qisqarib ketadi. Mana bu qoladi. Hayron bo'lmanglar, nima uchun kub yozasiz? Mana bu bilan ko'paytirsangiz ham kvadrat bo'lib qoladi. Просто men vektor jihatdan yozdim. Tushundingiz? Ana endi bu sistema elektronlar sistemasi ma'lum bir chastota bilan o'zining xusus chastotasini tebranib tursa, mana bunday ko'rinishda ham yozish mumkin. Bu vaqtdan ikkinchi tartibli hosil yoki kuch degani bu elektron massasini differensial ko'rinishda yozadigan bo'lsa qanday bo'ladi? dx taqsim dt. Ana endi shu yerda elektronlarning tebranishini biz tebranish tenglamasini yozadigan bo'lsa, qanday bo'ladi tebranish tenglamasi? U ma'lum bir masofadan siljisa, yana uni qaytaruvchi kuch bu. Mana bu yerda напряженность kuchlanganlik bu, uni qaytaruvchi kuch kulon kuch bo'ladi-da, u yerda qaytarib. Ha bizda zaryadlangan sfera turibdi. Shuning uchun yozasizlar. Demak, m x 2 nuqta teng bo'ladi. Biz bu qonunda kx yozamiz. Bu yerda yozadigan bo'lsak, mana buni yozasizlar. Y. Chunki mana bu kuch, bu zaryad emas, endi elektronni qo'yadigan bo'lsam Y bo'lishi kerak. Buni qo'yadigan bo'lsam bu bo'ladi K Y kvadrat taqsim R kub. Yana R. Endi R demayman men. U tebranayotgan bo'lsa, ikkita zarb tebranayotgan bo'lsa, bu X to'g'rida bo'ladi. Shuning uchun mana bunga men X deb olishim mumkin. Oddiy yozadigan bo'lsak, X bo'lsa, keyingilar yozasizlar X 2 nuqta. Bu yoqqa o'tadi bu minusdan, minus K Y kvadrat taqsim M R kub. To'g'ri? X teng 0. Shunaqa differensial tenglamani ko'ryapsizlar? Tebranish tenglamasi bor, ya? Mana bu nima deb olardik biz? Omega kvadrat bo'ladi. Omega kvadrat K Y kvadrat taqsim M R kub. Agar buni yozadigan bo'lsak, bu bo'ladiki x 2 nuqta minusdan mana bu x omega kvadrat x teng 0. Bu chiziqli differensial tenglamani ishlash mumkin. Bizga uni yechim emas, bizga mana omega kerak. Ya'ni siklik chastota kerak. Siklik chastota teng ildiz K Y kvadrat taqsim M R kub. Thomson modelida radius 10 darajasi minus 10 metr.
ga teng chiqqan. Hozirgi atom modelining radiusiga teng bo'ldi. Agar shu radiusni bu yerda qo'ysangiz, bu mana bu yerda elektron massasi desak-ku, K'ning qiymatini ochadigan bo'lsak, nima bo'ladi? 1 taqsim 4 pi epsilon 0 epsilon elektron kursida ma'lum bo'lsa, elektron zaryadi ma'lum, kvadrat taqsim r qiymatini ham aytdingizlarga, kub va buni ishlasak, bunda hosil bo'ladigan chastota 3 10 darajasi 15 sekund minus 1 ga chiqadi. Buni yozamanlar. Thomson modeli bo'yicha atom sistemasining nurlanish chastotasi. O'sha elektronlarning o'zining nima muvozanat holatda tebranayotgan paytda chiqaradigan nurlanish chastotasi. Ha, bu yerda elektron massasi ketib qoldi. Ya, to'g'ri. To'g'ri. Demak, umumiy qilib aytganda, Thomson modelida yutuqlari 3 ta. Birinchi o'sha biz radiusni aytib beradi. Ikkinchisi, hozir ko'rasizlar, planetar modelda ham chastota shunga yaqin chiqadi. Nurlanish chastotasini hozirgi zamonda planetar model aytib o'tib ketaman, o'shani tushuntiradi. Uchinchisi bu uning shakli. Hozir atom kub shaklida emas-ku, yo'q, prizma shaklida emas, sfera shaklida. Thomson ham sfera shaklida deb aytgan. O'zi oldingizmi? Qarang. Bu Thomson modeli. Thomson modelining to'g'ri yoki noto'g'riligida o'sha yillarda fanda juda ko'p nimalar ketgan, bahslar ketganda atomning modelini, yagona modelini o'rganish uchun tajriba usulida 1911-yilda Thomsonning o'zining shogirdi Ernest Rutherford tajriba o'tkazadi. 1911-yilda atomning Thomson modeli to'g'ri yoki noto'g'rilikni tajriba usulida aniqlash uchun u maxsus bir tajriba o'tkazadi. Shu tajribada Thomsonning modelining kamchiligi va atomning Thomson modeli emas, atomning Thomson modelidan ko'ra murakkabroq modelga ega ekanligini tajriba orqali u tushuntirib ko'rsatib beradi. O'zi sizlar bilan Thomson Rutherford tajribasini ko'rib chiqamiz. Ikki og'iz gap o'zlaylik. 1911-yilda Ernest Rutherford atomning Thomson modelini tekshirish maqsadida quyidagi tajribani o'tkazadi. 2 nuqta. Demak, tajribaning asosiy maqsadi agar Thomson modeli bo'yicha qaraydigan bo'lsak, bu atomlarning Thomson modelida bu alfa zarralar, ya'ni tez harakatlanuvchi zarralangan zarracha bilan zondlash deyiladi. Buni asli maqsad zondlash. Nishonga urib, atomni nishonga urib, uni bombardimon qilish alfa zarralar. O'sha paytda alfa zarra bo'lgan, aslida maqsad zarralangan zarracha bilan zondlash degan tajriba bo'lgan. Bunda Ernest Rutherford o'z shogirdlari bilan Geiger va Mars degan shogirdlar bilan o'z shogirdlari bilan oltin folga oladi. Ya'ni oltindan yasalgan materialdan yasalgan folga yasaydi. Bu oltin folganing qalinligi bu 10 darajasi minus 6. O'sha qalinlik mikronlarda bo'lganda, mikronlarda oltin folgani u oltin materialni maxsus asbob yordamida plastik holatga keltiradi. Agar biz Thomson modeli bo'yicha
shu qalinlikdagi atomlar qatlamiga qaraydigan bo'lsak, bunda 3000 ga yaqin atom qatlami o'sadi. Atom qatlami 3300 ta ekan. Bu tushunasizlar, mana bu qatlam bormi? Agar mana bu joyni agar men sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, slot, mana bu kart ko'rsatamanda Thomson modeli bo'yicha men atomni qo'yib chiqibman. Mana shu atomning qatlami slot qatlam 3300 ta atom qatlami ekan. 3300 ta atom qatlamidan tashkil topgan folga ekanda biz aytamiz yupqa folga, sochdan ham yupqa folga, lekin o'sha yupqa folgani ham mana shu qalinligi mikronga teng bo'lgan yupqa folgani ham tarkibida Thomson modeli bo'yicha 3300 ta atom qatlami bor ekan. Atomlar joylashgan. Bular nima qilgan? Bu tajribani o'tkazish uchun folgani yasagan, folga juda yupqa va bu qurilmaning barchasi vakuumda bo'lganda ular bu folganing alfa zarralar, ya'ni alfa zarra bu zaryadi 2, massa soni 4 ga teng bo'lgan geliyning yadrosi, ya'ni 2 marta ionlashgan geliy yadrosi deyish ham mumkin. O'sha 2 marta, ya'ni geliyning 2 ta elektronni olib tashlagandan keyin geliy yadrosi bo'ladi. Alfa zarraning o'sha folgaga yuborilgan. Bunda ular 214-chi poloniy elementi bo'lgan. Poloniy o'zidan alfa zarra chiqaradi. Bu alfa zarraning energiyasi 7,6 mega teng. Shuncha katta energiyali alfa zarrani ular maxsus qorg'oshindan himoya qilingan idishning ichida turgan bu tirqishdan alfa zarra chiqqan va alfa zarrani bular oltin folga tomonga yo'naltirilganda mana bu oltin folganing orqasiga ekran turgan. Bu ekran fluoressent ekran deydilar, rux sulfatdan tiqilingan. O'zimiz fotoplyonka eski fotoapparatlarga agar e'tibor bergan bo'lsangiz, eski fotoapparatlarda lenta bo'lardi-da. O'sha rasm bo'lgan paytda 36 ta lenta kadr bo'lardi. Agar sizga rasm kerak bo'lsa, biz lentaning 36 ta rasm olib keyin chiqarishimiz kerak. Bo'lmasa boshqa kadr, boshqa lentalar kuyib ketardi. Umuman olganda o'sha fotoplyonkaning ishlatayotgan paytda agar kimdir e'tibor bergan bo'lsa, uning plyonkadan qog'ozga tasvir tushirish xonasi ham qorong'u bo'ladi va unga faqat infraqizil lampa bo'ladi. O'sha infraqizil lampa bilan biz rasmlarni qog'ozga tushirishni ko'ramiz. Demak, fotoplyonka rux sulfatdan qilgan, bu fotoplyonkaga oltin folga bo'lmagan paytda alfa zarralarni yuborganda, alfa zarralar borib mana bu fotoplyonkaga maxsus ma'lum bir joyda dog' hosil qiladi. Chunki zarralar bir joyda ketadi, to'g'risi bo'yicha. Qurilmaning hammasi vakuumda. Fotoplyonka butun atrofida turibdi. Va orqada ham bor fotoplyonka. Tushunarli? Rux sulfat. Bu nimaning qurilmaning orqasida ham turibdi. Demak, birinchi galda bular folga qo'ymasdan turib, demak bu oltin folga. Folga qo'ymasdan turib, alfa zarrani yuboradi, ular fotoplyonkaga dog'ini qo'yadi va keyinchalik ular yo'lda o'sha to'siq sifatida oltin folgani qo'yadi-da, oltin folganing qalinligi mana ma'lum. Va oltin folganing qalinligi to'ldiruvchi atomning qatlami ham ma'lum. Demak, alfa zarra vakuumda o'tib folgaga kelgandan keyin bu alfa zarra folgani o'tayotgan paytida taqriban 3300 ta qatlamdan o'tayotgan bo'lsa, demak, uning ta'sirlashuvi gideta taqriban 3000 ta atom bilan ta'sirlashi kerak. 3000 ta atom bilan ta'sirlashib, mana bu ta'sirlashib o'tishi kerak, to'g'rimi? Bular tajriba o'tkazgan paytda shuni kuzatadilarki, alfa zarralar oltin folgani o'tayotgan paytda oltin folga bo'lmagan paytda qanday dog' hosil qilgan bo'lsa, oltin folgani qo'ygandan keyin ham dog' deyarli o'zgarmaydi. O'sha qanday o'tayotgan bo'lsa, to'g'ri o'shani o'tib ketgan. Faqat ma'lum bir kichik burchakda og'anlik ko'rgan. Kichik burchaklarda yana qo'shimcha dog'lar hosil bo'lganini ko'rgandim. Kichik burchakda, juda kichik burchakda ko'rgan. Chunki Thomson modeli bo'yicha atomlar bu zaryadga ega emas. Chunki elektron zaryadi bilan o'sha sferaning zaryadi, musbat zaryadi bir-biriga teng bo'lganligi uchun zaryadlar bir-birini kompensatsiya qiladida, umumiy holat olgan holda mana bu narsa aslida zaryad 0 ga teng, bu 0 ga teng, zaryad yo'q. Va sizlar bilsangiz kerak, sferaning nimasi maydon kuchlanganligi ichida susroq, uni sirtida katta qiymatda bo'ladi. Elektr kuchidan bu ma'lum. Demak, atomning ichida bo'lgan, ichkarisida bo'lgan maydon, elektr maydon susroq. Shuning uchun alfa zarraning zaryadi bor, 2 ga teng, 2 plus ga teng zaryadi. Alfa zarra o'tayotgan paytda deyarli og'masdan to'g'ri o'tib ketgan hamma zarra. Lekin tajribada shuni kuzatganki, ayrim alfa zarralar, ya'ni ular nima qilgan? Ular yuborgan 8000 ta alfa zarra
8000 ta alfa zarradan bittasi 90 gradusdan oshiq burchakda olganda, ya'ni kelib mana bu, agar mana bu normal tushunsak, bu mana buni 90 gradus desa nisbatan, u mana bu tomonga olib ketadi. 8000 dan, ya'ni 8000 ta alfa zarradan bittasi 90 gradusdan oshiq olganda, mana bu yerda detektorda bular qayd qilinadi. Va bunda o'sha savol tug'ilganki, demak, Thomson modeli bo'yicha barcha alfa zarralar hech qanaqa ta'sir qilmasdan o'tib ketishi kerak edi. Haqiqatan ham ko'rdik, lekin nima uchun? 90 gradusdan oshiq burchaklarda 150 graduslarga bular alfa zarralarni qayd qiladi. Demak, bu yerda Thomson modelining kamchiligi kelib chiqqan va bu yerda Rutherford aytadiki, atom aslida Thomson modeli bo'yicha emas, bu murakkab strukturaga ega bo'ladi deydi va uning markazida massaning deyarli 99% mujassamlashgan ma'lum bir markaz, yadro, mag'iz deyiladi. Yadro bor ekan va bu yadro musbat zaryadga ega. Qaysi kim alfa zarra shu yadro bilan yaqin peshona to'qnashuv qilsa, bu yadro o'sha alfa zarralarning 90 gradusdan undan ortiq katta graduslarga og'ishga sababchi bo'lar ekan. Mana shundan keyin atomning Thomson modelidan voz kechib, yangi model, ya'ni atomning Rutherford modeli yoki atomning planetar modeliga asos soladi. Bu o'sha tajribalardan keyin hosil bo'lgan narsa. Bu o'ngarga kelishda barcha o'sha alfa zarralar tushish nazariyasini Rutherford hisoblab chiqib, o'sha yadro o'lchami, atom o'lchami qiymatlargacha hisoblab chiqqan Ernst Rutherford. Yoziladi. Rutherford modeliga ko'ra atomlar markazida massiv musbat zaryadlangan yadro qavsning ichiga mag'iz yozinglar. Yadro, birinchi yadro degan so'zni ham Rutherford aytgan. Yadro va uning atrofida elektronlar bulutlarga o'xshab yadroni qoplab olgan. Atomning planetar modelida ikki nuqta yadro o'lchami atom o'lchami yadrolarning tartib raqami Z, yadrolarning tartib raqami kabi parametrlarni Rutherford alfa zarralarning sochilish nazariyasi orqali tushuntirib bergan. Alfa zarralarning sochilish nazariyasi orqali tushuntirib bergan. Hamkor o'zliklar Rutherford tajribasida buni hozir men chiroyli qilib ko'rsataman. Rutherford tajribasida
alfa zarralar manbasi sifatida alfa zarralar manbasi sifatida mana yoziladi. Poloniy 214 alfa zarra chiqaryapti, uning energiyasi 7,6 MeV. Buni yozib olaman. Poloniy 214-izotop ekanda, o'sha paytda radioaktivlik hodisasi ham ochilgan bo'lgan. Ko'plab olimlar radioaktivlikka ham ishlagan. Alfa zarralar manbasi sifatida poloniy 214 alfa zarra chiqaryapti va buning energiyasi 7,6 MeV ga teng. Zondlovchi element sifatida qalinligi qalinligi 3 darajasi 6 minus 6 metrga teng. 3 darajasi minus 6 metrga teng. Oltin folgasidan foydalanilgan. Oltin folgasidan foydalanilgan. Bunday qalinlikdagi oltin folgada takriban 3300 ta atom qatlam mavjud. Rezervuar tajribasi vakuumda amalga oshiriladi. Men buni qaytadan statistika. Rezervuar tajribasi vakuumda amalga oshiriladi. Tajribada 8000 ta alfa zarradan bittasi 90 gradus burchakdan
90 gradus burchak oshgan holda sochiladi. Reyslarda mana bu chizmani chizib olasizlar. Darhol. Faqat birinchi chizmani chizinglar. Sizden sizlerinizle birinchisi bo'lma. Bu tushunib kelganidek oltin so'lga qo'ydi, qatlama yoritib chiqarib alfa zarralar ma'lum bir idishchadan tirqish ko'rgan, shu tirqishdan alfa zarralar chiqyapti. Bular barcha laboratoriya qurilmasi vakuumda turibdi. Chunki zarralar havoda harakatlansa, unda ionizatsiya energiya yo'qotish bo'ladi. O'sha 7.6 MeV energiyasi misol mana bu yerdan chiqadigan 7.6 MeV energiyasi to folga kelguncha ma'lum bir qiymatga kamayadi. Agar shu havo bo'lsa, havo muhit bo'lsa, unda undan ham kamayadi. Shuning uchun tajribani kuzatmasligingiz ham mumkin. Demak 7.6 MeV alfa zarra kelyapti, folgani qo'ygan, folgada qo'ygan paytda mana bu dog' hosil bo'ladi. Bu dog'ni mikroskop orqali butun aylana bo'yicha kuzatganda 8 mingta alfa zarradan bittasi 90 gradusdan katta burchakda og'ishni ko'rgan. Ayrimlari 180 gradusga qaytgan bo'ldi, orqada peshona to'qnashuv bo'ldi. Buni tushuntirish uchun mana bu yerda men sizlarga alfa yemirish nazariyasini Hermes Rutherford nazariy jihatdan hisob-kitob ko'rsatganda, bunda mana bu agar o'rta chiziq normal bo'lsa, bir dona ana shu tajribadan bir dona atomni olib sizlarga ko'rsatyapman. Plantar modelga Rutherford aytadiki, uning ma'lum bir markazda juda massiv massa hamda zarar jamlangan yadro mavjud bo'lib, bu yadro musbat zarraga ega. Har qanday manfiy va musbat zararlangan zarrachaning atrofida elektrostatik maydon bor. Mana shu tirqman chizgani bu elektrostatik maydon, o'sha yadroning elektrostatik maydoni. Elektronlar bulut shaklida har qayerda mavjud va elektronning o'lchamlari juda kichik, massasi ham juda ham qisqa kichik bo'lgani uchun alfa zarra uchun u katta ahamiyatga ega emas. Agar biz alfa zarralarni yuboradigan bo'lsak, bu mana rho degan narsa, buni o'sha tajribada bular rhoni o'lchagan. Bu rho nishon parametr deydilar. Nishon parametri shu rho deyiladi. Nishon parametrini bular tajribada asl qurilma bor, shu qurilmada o'lchash mumkin. Bular o'sha nishon parametri rhoni bilgan holatda alfa zarralar oqimini folgaga yuborgan paytda diffraksion sochilish kesimi, sochilish manzarasini ko'rib turib, bular sochilish burchagi bilan nishon parametri orasidagi mana bunday ko'rinishdagi
bog'liqlik ega ekanligini tajriba orqali ko'rib chiqqan. Hozir tajribani sizlarga men bir qismini tushuntirib berdim, o'sha kesimni ko'rsatish uchun butun chizaman. Demak, mana shu yerda ular bevosita o'sha rezervuar sochilish burchagi bilan nishon parametrining orasida quyidagicha bog'liqlik ega ekanligini nazariy jihatdan hisoblab ko'rsatgan. Lekin buni umumiy nimasi nazariyasini hozir sizlarga men mana bu chizib olganingizdan tushuntirib chizib beraman. Mana buni yozib olganmiz. Chizib formasiga ikki. Bunda kinetik bu tushayotgan alfa zarraning kinetik energiyasi. Z1 bu alfa zarraning zaryadi, Z2 nishon yadroning zaryadi. Masalan, nishon yadro sifatida oltindan foydalansa, oltinning tartib raqami nechi? 79 ha? 79. Qorg'oshin bo'lsa 82. Mana bunda alfa zarra kelyapti, miqdori N0. Biz sizlar bilan mana bu ya'ni mana bu so'qqa ketdi-ku. Mana shu orasidagi delta t burchakni ko'ryapmiz. Shu delta t burchakda bu xuddi konusga o'xshab ketadi-da. Mana shunday konsol, ya'ni halqa yuza hosil bo'ladi. Ana shu delta t da bu yerda delta n alfa zarrani kuzatamiz-da. Hammasini kuzatmaymiz. Biz faqat sizlar bilan bir qatlamcha ajratib olamiz. Ular tushayotgan umumiy alfa zarralarning ma'lum bir delta t burchakda sochilgan alfa zarralar orasidagi bog'liqlikni topib oladi. Tajriba asosiy maqsadi shu bo'ladi. Mana bu formulada ham kelib chiqadigan asosiy maqsad bular. Chunki biz detektor qo'yadigan bo'lsak, detektorni butun 360 gradus bo'yicha aylantira olamiz va 360 gradusda har bir burchakda qancha alfa zarracha sochilishini biz bevosita qayd qila olamiz. Ana shunda n tushayotgan bilan ma'lum bir burchakdagi delta n alfa zarralarning miqdori orasida quyidagicha bog'liqlik hosil bo'ladi. Bu oltin avro zaryad kvadrat taqsim bitta alfa zarraning kinetik energiyasi ning kvadrati sinüsün tutuncusu theta taqsim 2. Bunda d omega bu qaysizlar o'tasizlar nazariy fizikada ham umuman geometriyada biz tekislikdagi burchakni o'lchayotgan paytda radian degan birlik bor burchakda. Agar siz fazoda ko'rmoqchi bo'lsangiz, konus shaklida ko'rasiz. Bu nima? Steradian. Demak, bu fazoda burchak deyiladi. Steradianning umumiy holatda ko'rmoqchi bo'lsangiz, buni yozishda 2pi sinus theta d theta. Demak, mana shu yerda siz konus holatida delta t burchakda delta n da alfa zarrani qayd qildik. Mana shu formula bu rezervuarning sochilish formulasi deyiladi. Mana bu chizmani chizib olasizlar. Qarang. Bunda mana bu rezervuar formulasi, mana bu yerda xuddi o'sha rezervuar formulasini yozdik. Faqat bu yerda u oltin folga amalga oshirgani uchun oltinni qo'ydim. Bu yerda men Z1, Z2 qo'ydim. Xohlagan yadroda amalga oshirish mumkin, ya'ni xohlagan atomda zonlash mumkin. Mana bu sigma differensial kesim deyiladi. O'zi mana bu yuza kesimda. Sigma bu yerda differensial kesim degan so'z bor. Differensial kesim. Bu differensial kesimning birligi bor. Bir baram deyiladi. Differensial kesimning birligi bor, bir baram. Boya Ernest Rutherford shogirdlari bilan o'sha differensial kesimni hisoblagan aslida tajribada. Differensial kesimni hisoblab bo'lgandan keyin differensial kesim sizga ma'lum bo'lsa, tushayotgan alfa zarralarning kinetik energiyasi ma'lum bo'lsa,
sochilish burchagi ma'lum bo'lsa, siz bevosita noma'lum yadroning zaradini topishingiz mumkin. Shuning uchun Rezerford formasi yordamida biz har qanday noma'lum bir elementni zondlab turib, o'sha noma'lum elementning tartib raqamini hisoblab olishimiz mumkin. Chunki biz zondlayotgan paytda biz zondlayotgan zarracha ma'lum, zarra noma'lum faqat Z2 bo'ladi. Boshqa hamma parametrlar ma'lum. Shuni yozib qo'yinglar. Rezerford formasini yozib oldiringizmi? Bu hammasi. Nima uchun kerakligini aytyapman, Rezerford formasi. O'zini Rezerford formasi yordamida noma'lum elementni zaradlangan zarrachalar yordamida zondlab noma'lum elementni zaradlangan zarrachalar yordamida zondlab uning tartib raqamini hisoblash mumkin. Endi Rezerford tajriba o'tkazdi. Undan keyin atomni Thomson modelidan voz kechib biz atomni hozir kunda sizlardan planetar modelga o'tamiz. Atomning planetar modelida Rezerford aytganda markazida massiv musbat zaradga ega yadro mavjud. Massaning deyarli 99.9% o'ziga mo'ljallangan va uning atrofida birinchi aytgan g'oyasi elektronlar bulut shaklida uni atrofini egallab oladi. Bu birinchi aytgan. Keyinchalik bu elektronlar ma'lum bir aniq bir orbitaga harakatga ega. Ma'lum bir orbitaga bu ellips shaklida yoki aylana shaklida harakatlanadi. Bu xuddi Quyosh markazida uning atrofida sayyoralar bor. Bu Yer 3-sayyora, xuddi sayyoralarga o'xshab, sayyora Quyosh atrofida aylanishiga o'xshab, elektron ham yadro atrofida aylanadi. Bu Quyosh bu yadro bo'lsa, elektronlar bu orbitalga harakatlanayotgan planetalar misolda tushuntirib, atomning birinchi planetar modelini, ya'ni analogiyasi juda kuchli bo'ladi. Planetalarga solishtirgan paytda tasavvur qilish ham oson bo'ladi bizga. Uni ichida hech kim kirib ko'rmagan, lekin tasavvurni boy tasavvurga ega tufayli bu hozirgi kungacha ham mavjud, lekin nima tajribalarni 70-75% tushuntiradi. Barcha fizikaviy hodisalarni tushuntirishga qurbi yetmaydi. Ayrim kvant hodisalarini keyinchalik o'tamiz, kvant hodisalarini tushuntira olmaydi. Va bu o'sha Rezerfordning planetar modelining kamchiligi hisoblanadi. Rezerfordning planetar modelida agar biz boyaslar uchun ko'p chiqib, Thomsonning nurlanish chastotasini Rezerford planetar modelining chastotaga moslashtirmoqchi bo'lsak, unda ma'lum bir planetaga aylanayotgan, orbitaga aylanayotgan elektron statsionar orbitaga aylanish uchun ikkita kuch teng bo'lishi kerak. Bevosita elektr kursida sizlarga ma'lum makro obyektlar uchun zaradlangan zarralar orasidagi ta'sir kuchi Coulomb kuchi orqali tushuntiriladi. F Coulomb K Ft Q1 moduldan Q2 moduldan ular orasidagi masofaning kvadratiga teskari proporsional. Zaradlarning modul ko'paytirmasiga to'g'ri proporsional va ularning orasida bo'lgan masofaga teskari proporsional etiladi. Bu makro obyekt uchun Coulomb bevosita ko'zda ko'ra oladigan obyektlar uchun ikkita sharni olib, vakuumda o'sha tajribani agar aytib bergan bo'lsa, shu tajribani bajaradi. Biz qaralayotgan o'lcham bu yerda
Bu biz atom o'lchamida qaraymiz. Atom o'lchamida bo'lgandan keyin bu mikro obyekt bo'ladi. Bu Kulon qonunining qizil joyi shunda ekanki, bu makro obyekt uchun yozilgan qonun mikro obyekt uchun ham ishlatilgan. Xullas bo'ladi. Ya'ni orbita bo'yicha harakatlanayotgan massaga ega bo'lgan zarracha statsionar, ya'ni radiusi o'zgarmagan holatdagi orbitaga aylanishi uchun unga ikkita kuch teng bo'lishi kerak. Qaysi kuchlar? m v kvadrat taqsim r, ya'ni markazdan qochma kuch bilan uning tortib turuvchi ikkinchi k. Men bunday qilaman. Aytamanki, yadroda musbat zaryadga ega bo'lgan zarra mavjud va uni ushlab turuvchi ikkinchi zaryad, ikkovi ta'sirlashib turuvchi elektron zaryad. Bular zaryad jihatdan bir-biriga teng, lekin ishora jihatdan teskari. Bunisi musbat, bunisi manfiy. Shuning uchun bitta zaryadga plus y, bitta zaryadga minus y. Moduldan ikkovi chiqsa ham plus chiqadi. Shuning uchun y ni y ga ko'paytirsak, y kvadrat bo'ladi. Tushunarli bo'lsa, y kvadrat va ular orasidagi masofa y kvadrat. v kvadrat teng y kvadrat taqsim r. Birinchi tezlikni men xato yozdim. Aslida mana bu kelindi. V teng omega r. Men omega kelib v yozdim. Aslida bu metr, bu 1 taqsim sekund, metr taqsim sekund chiqib turdi. V teng omega r. Endi omega teng v taqsim r bo'ladi. Bu yo'lda v ni topamiz. V teng index k y kvadrat taqsim m r. Bu yerda jo'yib beramiz. Omega teng index k y kvadrat taqsim m. Bu yerga bir bo'lakda r ni kvadrat qilsam, ildizi qilsam, mana r bilan kub bo'lib ketadi. Tushunarli bo'ldimi? O'zi bo'lakda turibdi-ku. Endi qaranglar, mana shu yerda agar qarasangiz, bu yerda Thomson formulasini bir ochinglar daftaringizda, ana shu yerda xuddi shunaqa narsa bor. Thomson modeli bo'yicha biz chastadan hisoblagandik-ku. U ham ildizni ichiga turibdi. Faqat bu yoqda r y kvadrat, k ham bor o'sha yerda. K ham bo'lishi kerak, m ham bor, r kub bo'lishi kerak. Ana shu, mana shu yerda ham chastotani hisoblayotgan paytda bu yerda ham chastota 10 darajasi 15 sekund minus 1 da chiqqan. Ana ko'ryapsizmi? Bu bevosita bizda planetar model bilan Thomsonning aytgan modelining ikkovining o'xshashligi, mana bitta isbot. O'sha nurlanish chastotasi planetar modelda chastota qanday chastotaga ega bo'lsa, Thomson aytgan model bo'yicha ham shunday chastotaga ega. Shuning uchun Thomson modeli birinchi aytgan modelda ham yutuqlari bor ekan. O'sha yutuqlarning bittasi mana shu hisoblanadi. Buni darrov o'zingizga daftaringizga. Planetar modelda bitta kamchilik chiqadi. O'sha kamchilikni aytaman, keyin tugaydi. Ha, endi uni agar qiymatni qo'yib hisoblasangiz agar, mana bu yerda r bilan mana bu r qiymat aslida planetar model bo'yicha r boshqacha, radius. Thomson aytgan radius boshqacha. Shuning uchun uch chiqmaydi aynan. Aynan uch chiqmaydi, lekin darajasi ikkovi teng. Tushundingiz? Aynan uch qiymat chiqmaydi, farq bor, chunki radius farq qiladi. Ozgina farq qiladi, ko'p emas. Farq juda kichik. Bu nimada? Planetar model juda ham yaxshi, hozirgi kunda ham aytdim bo'ya 80% gacha bo'lgan eksperiment tajribalarni tushuntiradi. Umuman olganda atom spektroskopiyasida juda katta burilish qilgan fanda bevosita barcha spektral nurlanishlar, atom spektroskopiyasidagi qonuniyatlarni shu planetar model orqali tushuntiramiz, lekin planetar modelning Rezerford aytgandan keyin uncha ko'p vaqt o'tmasdan turli uning kamchiligiga duch kelgan. Buning kamchiligidan bittasi elektron zaryadlangan zarra orbita bo'yicha harakatlanayotgan paytda uning orbitasi spiral Simon shakliga ega bo'lib, elektron yadroga qulab tushishi kerak edi va bu juda qisqa vaqtda bo'lardi. Buni vaqtini hisoblasangiz, bu 10 darajasi minus 10 sekund vaqt davomida ana shu hodisa ro'y berardi. Va bu jarayonda bu hodisani Rezerford o'sha paytda tushuntira olmagan va bu birinchi o'sha Rezerford aytgan modelning birinchi nimaga kamchilikka
sabab bo'lgan olib kelgan faktdan bittasi. Bu kamchilikni bartaraf qilish uchun keyinchalik fanda mashhur nazariyotchi, daniyalik nazariyotchi Niels Bohr degan hali o'tamiz keyin leksiyada Bohr postulatasi bor. Niels Bohr kelib bu muammoni bartaraf etish uchun o'zining postulatini kiritgan fanda. Postulatda traktovka, gipoteza degan so'zlar hammasi ma'nosi deyarli bir xil. Bu isbot talab qilmaydigan shunaqa ta'rif. Masalan, geometriyada teorema degan narsa bor. Teoremani biz isbotlaymiz, lekin geometriyada ham asosiy bu 5 ta aksioma bor. Aksioma isbotlab bo'lmaydi. Aksioma isbot talab qilmaydigan shunaqa ta'rif. Postulat ham xuddi shunaqa. Nima? Niels Bohr atom planetar modeli bo'yicha o'zining 3 ta postulatini aytdi. O'sha postulatlardan keyin Rezerfordning planetar modeli hozirgi kungacha yetib keladi. Bo'lmasam Rezerfordning planetar modeli o'sha paytlarda bu kamchilikni tushuntirmaganligi uchun olimlar undan voz kechish niyatiga bo'lgan. Bunda qulab tushishiga asosiy sabab har qanday zararlangan zarracha orbita bo'yicha umuman har qanday zararlangan zarracha tezlanish bilan harakat qilsa, u o'zidan elektromagnetik nur chiqaradi. Endi sabab mexanikadan oddiy savol. Aylana bo'yicha harakatlanayotgan paytda markaz yo'q bo'lsa, aylana bo'yicha har qanday jism harakatlanayotgan bo'lsa, aylana bo'yicha harakatlanayotgan jismda ikki xil tezlanish bor. Bilasizmi? Shuni yaxshi. Bittasi normal tezlanish, mana A normal. Bittasi-chi? Urinma ketgan bu A tangensiya. Endi kerak bitta yozamiz. A normal nimaga teng formulasi? Oddiy bo'z yozdik. To'g'ri. A tangensiya. Bu differensial to'ppa-to'g'ri. dv taqsim dt. Bu qizig'i shundaki, dv bu o'sha urinmadagi chiziqli tezlik. To'g'ri? Agar urinma harakatlanayotgan paytda chiziqli tezligimiz konstant bo'lsa, mana bu narsa 0 bo'ladi, agar bu konstant bo'lsa. Lekin har doim qanaqa tezlanish bor? Har doim normal, chunki normal tezlanishda yo'nalish o'zgaradi aylana bo'yicha. Shuning uchun, to'g'rimi? Yo'nalish o'zgargani tufayli har qanday zararlangan zarracha, elektrodinamik kuchda shunaqa gap bor. Har qanday zararlangan zarracha fazoda tezlanish bilan, ya'ni tangensiya tezlanish bor bo'ladi. Tezlanish bilan harakatlanayotgan bo'lsa, bu zararlangan zarracha o'zidan elektromagnetik to'lqin chiqaradi. Demak, orbita bo'yicha harakatlanayotgan, doimiy tezlikda harakatlanayotgan elektron, proton, ya'ni yadro atrofida aylanayotgan bo'lsa, hali proton degan so'z kerak emas edi. O'tamiz yadro. Musbat zarra atrofida harakatlanayotgan bo'lsa, u o'zidan elektromagnetik nurlanish, ma'lum bir chastotaga ega elektromagnetik nurlanish chiqarib fazoda. O'zi spiral shaklida, chunki energiyasi kamayib ketsa, orbitaning shakli spiral shaklida bo'lib, oxiri kelib yadroga energiyasi tugab qulab ketar ekan. Ana shu joyni Ernest Rutherford olimlar savol bergandan keyin, bu chunki elektrodinamika ma'lum narsa-da. Olimlar savol bergandan keyin shu joyni Ernest Rutherford tushuntira olmagan. Va shu yerdan Ernest Rutherfordning modeli o'zi tugash kerak. Lekin shundan keyin o'sha mashhur yosh daniyalik nazariyotchi kelib Rutherfordni shu holatdan qutqargan deyishim mumkin. Keyingi darsimizda o'sha Niels Bohr degan nazariyotchining Bohr postulatlari bor. Shu Bohr postulatlarini sirlarini ko'rib chiqamiz. Darsimiz bo'ldi.